Ishdan kelsam o'g'lim, "Dada, omborimizni eshigini tutqichi biroz buzilib qoldi, usha bo'lmayapti" dedi. Qarasam, rostdan ham o'g'lim aytgandek, omborimizni eshigini tutqichi yaroqsiz holga kelib qolgan ekan. Bu meni qo'limdan keladi albatta tuzatish. Chunki bu oilada barcha shunaqangi buzilgan narsalarni o'zim tuzata olaman. Velosiped deysizmi, televizor deysizmi, eshik, deraza, kulchatirlarni barcha buzilgan, singan oynalar hammasini o'zim almashtira olaman. Lampochka, patron, razvedka, duxovka barchasini tuzatish o'zimni qo'limdan keladi. Bu shu oilamizga ancha foyda bo'ladi. Eplaganim mening cho'ntagimga ham daromad, ya'ni ancha yordam bo'ladi va usta axtarib vaqtim ham zoya ketmaydi. Vaqt ham yonimga qoladi. Keldim, shuni ham to'g'irlab qo'ya olay dedim. Shunda qarasam, samarezlari o'lgan ekan, ya'ni boltlari o'lgan ekan. Shuni almashtirishni payida bo'ldim va atverkani topdim-da, darhol bo'shatishni boshladim. Tashqariga olib chiqdim. Stolni qo'yib, juda ham qulay bo'lib joylashib oldim. Qulay joylashishingiz o'z ishingiz sifatiga, unumdorligiga yaxshi bo'ladi. Shuning uchun stolni qo'yib o'tirdim-da, yaroqsiz joylarini, ya'ni boltlarni olib tashlab, yaroqli, ya'ni yangisidan qo'ydim. Tutqichimiz yana asl holiga keldi. Buni eshikka olvordim-da, yana joy-joyiga qatirdim. 4 ta bolt bilan tutqichimiz mana ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli holatga keldi. Yana bu bizni ancha yillar xizmatimizni qiladi beminnat.